3 yil vaqtimni ketkazganman, foydasiz ishlaganman. Juda pastu balandliklari bo'ldi. Boshlarimiz devorga urilib, pul yo'qotib, ana oxirgi etapga kelib ancha O'zingizda kuch paydo bo'ladi, keyin ishonch paydo bo'ladi. Shu ishonch bilan kirib ketaverar ekansizda. so'kib yozadiganlar ham bo'ladi, negativ fikrlar beradiganlar bo'ladi. Qoldirib yuborardim, bormasdim, ahamiyat bermasdim. Pul kiritish yoki pul berish, kimdirga ishonib pulni berib yuborish sal qiyinroq. Kirib kelishimga asosiy kuzatuvimda shu narsa bo'lgan. Sotuvchisiman, shofyorman yoki boshqa soha, har xil sohadaman. Bizda sohalar ko'p-ku. O'zi qiziqmasa, o'zi izlanmasa, bir gap gapirganingizni foydasi yo'qda baribir. So'mni dollarga o'zgartirib beraverish Mana kerak. shu zararsiz bo'lgan xarajatlarni qisqartiraman, to'xtataman. O'zingiz uchun yangi yana bitta maroqligingiz qaytadi. ha. Xo'p, 5 million investitsiya kiritdim deyapsiz. So'mdami, dollardan? Orzu havaslarni ozgina sal o'zi orqaga surib kerak bo'ladi. Ajratib o'zi uchun olib qo'yadigan insondan boy bo'lmaysiz. Boshqa olish mumkin bo'lgan narsalar hammasi nojoiz bo'ladi. Nimadir ish qilishdan oldin bir maqsad qo'yiladi. O'sha maqsad bo'lmasa, u odamga tavsiya qilmaysiz. Bo'lmasam qora bulut bilan oq bulutni orasida maqsad ko'rinmaydi. Shar'iy taraflama to'g'ri bo'lmasligi mumkin ba'zilari. Maslahat bermasdim. Odamlarimiz ko'proq manfaat oladi, o'zimizga ham yaxshi bo'ladi. $1 million bo'lsa degan maqsadimiz bor. Oxirgi maqsadi, niyati nimaligini aniqlashtirib, o'zini ichida keyin qadam qo'ygani, menimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi har taraflama. Assalomu alaykum, Iman Invest loyihasi kuzatuvchilari. Bugundan xudo xolisa juda bir manfaatli va xayrli ishga qo'l urdik. Alloh o'zi xayrli qilsin. Iman Invest loyihasiga investitsiya kiritgan investorlarimiz bilan suhbat qilishni boshlaymiz. Xudo xolisa bu suhbatlar sizlarga ancha manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi mehmonimiz Abdurashid aka. Abdurashid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Abdurashid aka, sizni auditoriyamizga oldin ham bir chiqarganmiz, ko'rsatganmiz. Lekin o'zingiz haqingizda hali bir to'liq ma'lumot ochib bermaganmiz. Qanaqa insonsiz, qaysi sohada faoliyat olib borasiz va Iman loyihasida sizni shu kungacha bo'lgan ishonchingiz, biz bilan birgalikda shu etapgacha kelishingiz, shu bosqichgacha kelishingiz haqida hali ochib bermaganmiz. Mana bugun shuni vaqti ekan. Xudo xolisa o'z haqingizda qisqacha aytib bersangiz, auditoriya sizni tanish uchun. Hop, men o'zim tadbirkorman. 8 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. 8 yil bo'lgan bo'lsa, bu 8 yil ichida har xil bosqichlardan o'tdim. Inqiroz bo'ldim, 3 marta inqirozdan o'tganman. Foydaga kirib, o'sha moliyaviy ilm egallash uchun, o'zimni o'zlashtirish uchun o'sha tadbirkorlik faoliyatimda ko'p bo'lgan voqealar, har bir o'sha inqirozlar ham hammasi menga dars bo'lgan, katta dars bo'lgan. Daromadga, foydaga kirishim ancha qiyin bo'lgan. Tadbirkorlikda 3 yil vaqtimni ketkazganman, foydasiz ishlaganman 3 yil. 3 yildan keyin shu har xil holatlar, xodimlar bilan bo'lgan muammolar, ashula bilan bo'lib har bitta holatlar dars bo'lgan. Shundan boshlangan. Sekin daromadga kirib, foydali qilib, keyin foydani qo'lga ushlab, keyin o'sha ozgina qiyinchilik bo'lgan baribir. O'sha keyin qilingan foydani o'sha ilmimiz yetganicha, aqlimiz yetganicha qat'iy o'sha yo'naltirishlarni o'rganganmiz. Ustozlar borib, bir ikki maslahat so'rab, borib gaplashib, shogird tushib, shu ustozlarimiz bor. Shu mashina qilib o'zimda ozgina kengayish qilganman, o'zimni sohamni kengaytirganman. Ortganini shu joy qidirib bir halol o'zi qo'limda pulga, mablag'ga erishishimga sabab bo'lgan narsa ham o'zi aslida shu halollik yo'liga o'tganimdan keyin hamma o'zimdagi bo'lgan riboga yoki bilib bilmay nimadir nojoiz narsalarga ro'baro bo'lganimdan keyin ulardan o'zimni chegaralab, shuni o'zim tozalab, shu to'g'ri yo'lda tushganimdan keyin baraka bo'lib pul paydo bo'lgan, qo'limga
pul ko'rish boshlaganmanda. Keyin shu yo'lda davom etishga ahd qilganman. Shu qo'limdagi mablag'imni ham bir halol yo'lga qo'yishim kerak, halollikni ko'paytirishim kerak degan narsa singdirib miyamga shu yo'lda ketishga harakat qilganman. Abdurashid aka, hozir juda zo'r fikrlarni aytyapsiz. Ya'ni siz imangacha bo'lgan yo'lingiz yoki o'sha nafaqat imangacha, balki mablag'ingizni halol yo'lga tikib, o'sha mablag'ingizni halol yo'lda ko'paytirish haqida gapirib o'tdingiz. Lekin ungacha bo'lgan yo'l bor. Ungacha bo'lgan yo'l men uchun juda ham qiziqdi. Siz aytdingiz, birinchi tadbirkorlikni boshladim. Shular past balandliklari bo'ldi. Boshlarimiz devorga urilib, pul yo'qotib, mana oxirgi etapga kelib ancha yo'limizni topganimizdan keyin investitsiya yo'liga kirdim dedingiz. Qaysi sohada faoliyatingizni boshlagansiz va qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan o'zi aslida? O'zi aslida chakana savdo bilan shug'ullanganman. Oziq-ovqat va qurilish mollari savdosi bilan. U yerda xodimlar bilan ishlashdagi xatolarim bo'lgan, ularni to'g'rilaganman. Keyin shu moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan, ulardan o'tganman. Qarz anaqasi bo'lgan, holatida bo'lganman. Qarzdan chiqqanman. O'shalar hammasi vaqt talab qilganda, tajriba, vaqt talab qilgan. O'shalardan sekin-sekin ustozlarni maslahati bilan, olgan ilmlarimiz bilan, o'sha o'zimizdan boshimizdan o'tkazgan sinovlar bilan hammasi shular bilan bo'lganda vaqt ketgan. Endi shu mana shunaqa inqirozlar asosan dars bo'lgan, katta dars bo'lgan. Shu keyin sekin shu iman haqida internetda o'zim qidirib topganman. Imanni bir halollikni qidirganimda internetda shu iman chiqqan. Keyin uni qiziqishni boshlaganman. Do'stlarimdan so'raganman. Do'stlarimdan so'rasam, bir ikkita do'stlarim xabari bor ekan, ma'lumot berishdi. Ma'lumot bergandan keyin fikrini aytdi qisqacha. Keyin o'zim qiziqdim, kuzatdim. Ancha kuzatdim, bir 6 oy kuzatdim. 6 oydan keyin birinchi mablag'imni qo'ydim. 6 oy emas ekan. 1 yildan oshiq vaqt ketgan ekan. 1 yildan oshiq vaqt kuzatganman. Keyin sekin boshlang'ich mablag'larni qo'yib sekin kuzatganman. Yana ham chuqurroq kuzatganman. Sinchkovlik bilan qo'yganimdan keyin ishonch hosil qilib sekin yana ko'paytirib keyin birdan katta summa kiritishni boshlaganman-da. Mana shunaqa qilib keyin imanni qanaqadir o'zimni ko'zim bilan qaraganda o'zimni imanni bir qismi deb hisoblashga miyamda shunaqa narsa paydo bo'lganda, qanaqadir shu kattaroq pul kirgizganimdan keyin imanni bir qismini hisoblaganman-da o'zimni. Endi kuzataman, yana ham imanni qanaqa kamchiligi bor, qanaqa yutuqlarga erishyapti. O'zi aslida qanaqa qilsa yaxshi bo'ladi. Nimadir ko'rsam o'zim bog'lanib etaman, qidirganimdan keyin kimlargadir yuzlanaman iman xodimlariga. Dashi shunaqa darajada bo'lib qolgan hozirgi kunda imanligilar bilan to'g'ridan to'g'ri ancha yaqinman-da. Yaqin bo'lib ketdim. Dashi buni ketidan sarmoyadorlar bor, sarmoyadorlar bilan ham ancha-munchagina yaqin bo'lib ketdim-da. Shu mana shunaqa o'zidan o'zi bo'lib ketdi-da, bu shu halolligiga intilishi ketidan bo'lib ketdi bu narsa. Shu hamma shu Iman Investda orttirgan do'stlarim ham hammasi o'sha unaqa to'g'ri yo'lda o'zini ushlab raqqa olgan shunaqa do'stlar orttirganman. Bir 10-15 ta shunaqa do'stlarim ham bor. Bu yoqdan tashqari alohida Iman Investda o'zida shunaqa do'stlar bor. Juda ham bir tarix, alohida tarixda Iman Investda bu narsa men uchun. Shu mana shunaqa qilib bilmaganlar uchun ma'lumot berib o'taman. Abdurashid aka bizda investorlarimiz ichida eng aktiv investor. Ya'ni bizning forum gruppamiz bor. U forum guruhida
juda ko'p investorlar, har xil iman loyihasiga qiziquvchilar, hali investitsiya kiritmagan insonlar ham bor va har xil savollar bilan yuzlanishadi. Bu qanaqa, bu qanday ishlaydi, iman ishonchlimi, boshqami. Ba'zida so'kib yozadiganlar ham bo'ladi, negativ fikrlar beradiganlar bo'ladi. Har doim qaraganimda Abdurashid akam o'zi aslida iman xodimi unga javob berish kerak. Iman xodimi o'zi kirib, masalan, o'z kompaniyani pozitsiyasidan kelib turib fikr berish kerak. Lekin bizdan ham oldin Abdurashid akam javob beradilar. Bu o'sha insonning ichidagi nima deydi? Bir halollikka bo'lgan muhabbat, loyihaga bo'lgan muhabbat, bir o'sha loyihani ko'proq odamga manfaati yetishi uchun xizmat qilishga bo'lgan bir ishtiyoq deb bemalol aytsak bo'ladi va bundan biz juda ham xursand bo'lamiz. Shuning uchun ham biz Abdurashid akamni va boshqa Abdurashid akam va atroflaridagi investorlarni juda yaxshi ko'ramiz, o'zimizning sheriklarimizni. Abdurashid aka bir zo'r narsani aytib o'tdingiz. Birinchi 1 yil kuzatganman dedingiz iman loyihasini. Baribir biz O'zbekistonda baribir bizni mentalitetdan oladigan bo'lsak, haqiqatdan nimadirga bir kunda, bir oyda yoki qisqa vaqt ichida qaror qabul qilib, aynan moliya masalasiga kelganda pul kiritish yoki pul berish, kimdirga ishonib pulni berib yuborish sal qiyinroq protsess deb o'ylayman. Shaxsan o'zimdan ham kelib chiqqanimda, atrofdagilardan ham kelib chiqqanimda 1 yil bu sizni nazdingizda uzoq muddatmi yoki yetarlicha muddatmi o'sha nimadir qaror qilishdan oldin o'ylab olish uchun? Hop, bu masalada 1 yil ko'p deb bilaman. 1 yil ko'p. Endi menda undan oldin ham bir mana shunaqa investitsion loyihaga pul kiritgandim. Bundan oldinroq, imandan oldinroq, imanni kuzatayotgan davrimda kiritganman. U ham menga o'sha paytda qanaqadir tushunchalar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Keyin shu 1 yil shunaqa qilib o'tib ketgan. Solishtirasiz, baribir moliyaviy savodxonligingizdan kelib chiqib, tajribangizdan kelib chiqib, solishtirasiz baribir. Boshqa variantlarni qidirasiz. Mana shunaqa qidirib, ikkilamchi shu 1 yil ikkilamchi holat bo'lgan. U yoqda ham tayinli pul kiritmaganman. Bu yoq anaqada kutish anaqasida bo'lib qolgan. Mana shunaqa bo'lib, o'zimda bilim yig'ib olish uchun, ishonch hosil qilib olish uchun o'sha 1 yil ketib qolgan. Lekin ko'p ketkazib yuborganman 1 yilni. Menimcha agar yaxshilab harakat qilib, shu ma'lumot yig'ib harakat qilsa, shu ko'p vaqt ham kerak emas o'zi aslida. Shu 2 oylik, 1-2 oy kuzatsa bo'lsa kerak. Nima deganda shu 2 oyda o'sha protsesslar hammasi Iman Investda o'zi o't bo'ladi. Iman Invest anaqa misolida ko'rinadigan bo'lsa, pul kiritgandan keyin 2 oyda natijasi ko'rinadi, ko'rinishni boshlaydi. O'sha boshlang'ich pulni kiritib, sinov uchun risk qilib ko'rsa bo'ladi. Hozirgi kunda shu 1 million bo'lsa, shu 1 millionni kiritib, 2 oy kuzatib, ozgina 2 oy ichida ma'lumotlar yig'ib, ma'lumot muhimda. Odamda o'sha moliya to'g'risida gapirishayotgan bo'lsak, moliyaviy mavzuda har bir mavzuda ma'lumot muhim ekanda. Men ma'lumot yig'ish bilan o'tkazdim asosan. Shu miyamdagi ma'lumotlarni ko'paytirdim mana shu moliyaviy masala bo'yicha. O'shandan kelib chiqib katta turtki bo'lgan keyin. Shu ma'lumot asosan ma'lumot ko'paytirganman o'zimda. Internetdan, tanishlarimdan, har xil qattiq duch kelsa, kimdir meni qanaqadir tadbirga chaqirsa oldin qoldirib yuborardim, bormasdim, ahamiyat bermasdim. Nimaiki tadbir bo'lsa, moliyaga aloqador, moliyaviy aloqadorligi bo'lsa, hammasiga boraman, hamma uchrashaman, eshitaman, vaqtimni ajrataman. Vaqtimni shu faqat shu 1 yilni shu moliya uchun o'tkazganman-da. 1 yilda moliyaviy kuchga miyam, ongimni kuchaytirganman 1 yil ichida. Shundan keyin o'zimda ishonch paydo bo'lib, yuridik tomonlama, hamma tomonlama o'zimni o'stirib, keyin o'sha o'zingizda kuch paydo bo'lar ekanda, moliyaviy anaqa bilimlaringiz yetarli bo'lsa, shu
o'zingizda kuch paydo bo'ladi, keyin ishonch paydo bo'ladi. Shu ishonch bilan kirib ketaverar ekansizda. Shunda siz aytmoqchisizki, investitsiya qilishdan oldin shunchaki pulni olib shamolga qo'yib investitsiya kiritmanglar. Ya'ni ozgina moliyaviy savodxonlik, ozgina o'rganib, hech bo'lmasa pulingizni hisoblashni o'rganib, keyin investitsiya kiritinglar demoqchisiz, to'g'rimi? Shunaqa, baribirga ham men ishonchli degan taqdirda ham baribirga ham ozgina kuzatish davrida ham baribir odamni anaqasi tajribasi oshadida, ma'lumotlarga ega bo'ladi. O'sha ma'lumotlarga asoslanib sarmoya kirgizgan yoki o'sha faoliyatini rivojlantirgan yaxshi ekan baribir. Xatoliklar bo'lmaydi, tushunmovchiliklar bo'lmaydi. Shu tomonlari yaxshi. Abdurashid aka, aynan nimalarga mana 1, 2, 3 nimalarga e'tibor berish kerak? Ma'lumot yig'ish kerak, o'sha soha bo'yicha asosan kuzatish kerak, ma'lumot yig'ish kerak. Nima sizlar asosan menda shu ma'lumot yig'ganman-da. Masalan, tasavvur qilaylik, men savolni osonlashtiraman. Iman Investga pul tikishdan oldin siz 3 ta nimalarga e'tibor berasiz? Birinchisi, masalan, halollik. Ikkinchisi, foydan foiz prognozlari, ya'ni nima shunga. Shu aytganingizdek, birinchi shu kuzatganman. Kuzatuvda shu faoliyatini kuzatganman, asosiy faoliyati nimaga bog'langan, halolligi, o'sha asosiysi, o'sha halolligi, keyin moliyaviy maqsadlari, keyin bu yoqda qadriyati bor, bu yoqda Iman Investda boshqalarda yo'q narsani ayta olmayman. Asosan qadriyatga urg'u berilgan deb o'tdi. Qadriyati bor, o'zining kuchli qadriyati bor. U alohida mavzu bilaman uni. E'tiborga bersa bo'ladigan mavzu. Boshqa anaqalarda yo'nalishlarda ko'rsangiz, boshqa bizneslarda yoki mana shunaqa investitsion anaqalarda platformalarda yoki startaplarda qadriyati bunchalik urg'u berilmaganda, faqat shu asosan qadriyat shu foydaga taqaladigan narsa. Shu asosan shu aytganimdek moliyaviy holati, keyin halolligi, keyin shu asosan mana shu narsaga e'tibor berganman. Ikkita narsaga e'tibor berganman-da. Kirib kelishimga asosiy kuzatuvimda shu narsa bo'lgan. Juda ham zo'r. Menda yana bir tabiiy savol tug'ilyapti. Hozir siz shunaqa gapiryapsizki, sizni bugungi Imangacha bo'lgan yo'lingiz, masalan, tadbirkorlik, mana shu moliyani ichida atrofingizda ilmli insonlar, kim nimadir ma'lumot so'ramoqchi bo'lsangiz, topa oladigan darajada bo'lgan. Endi men qaysidir joyda yashayman. Oddiy dehqonman yoki oddiy demaylik, masalan, dehqonman yoki qanaqadir nima deydi, qaysidir korxonani sotuvchisiman, shofyoriman yoki boshqa soha, har xil sohadaman. Bizda sohalar ko'p-ku. Lekin yig'gan pulim bor. Uni yostig'im tagida saqlayman. Lekin mana shu hisob-kitobga, moliya haqida ma'lumot yig'ishga, shar'iy tomonlama ilmlarni o'rganib chiqishga sal yo'qroqman. Unaqa odamlarga nima tavsiya berasiz? Ular investitsiya qilish kerakmi yoki kimdan o'rganish kerak ular investitsiya qilishdan oldin? Men o'zimda bo'lgandaki, men ham izlanganman, so'raganman. O'zimizda uni musulmonlar idorasi bor. Har bir savolingizga javob berishadi. To'g'ri yo'lni ko'rsatishadi. Asosan shu musulmonlar idorasiga murojaat qilib so'rayman, ma'lumot yig'aman. Keyin yuridik bilimimni oshirganman, moliyaviy bilimimni oshirganman. Mana shu narsalar bo'lmasa baribir pul kiritish qiyin, oson emas, baribir qo'lingizda qolib ketaveradi. Bu narsalar bo'lmasa kirita olmay yuraverasizda. Tinchgina so'mni dollarga o'zgartirib yuraverish kerak. Men hozir shunaqa darajada bo'lib qolganki, kichkina bolalarim borda. Bolalarimga ham o'sha halitdan anaqa qilaman. Даже portfelimda shu 4 ta maqsad ochish mumkin bo'lsa, shu 4 ta maqsadda farzandlarimni ham qo'shib qo'yganman. Ayolimda ham bor даже oilaviy mana shu pul jamg'arish immunitetini shakllantirish uchun o'zimda alohida vaqt ajrataman. Bunga pul ham ajrataman. Qo'liga berib qo'ysam yoki bankaga
teshib qo'yib bersam yig'adida baribir bir kun sindiradi. maqsadi bor, nimadir maqsad qiladida, arzimas o'yinchoqmi, nimadirni maqsad qiladida, ochadi uni, oladi, qo'ymaydida baribir. Ochtiradi o'shani, qo'ymaydi. Bo'ldi, shunaqa ham. Yo'q demadim, xo'p dedim, baribir qilib berdim. Rayni o'ldirmadim. Keyin yana keyingi etapni boshladim. Keyin bu yoqda platformada mana sani noming turibdi. Sanga pul yig'amiz alohida deb mana shunaqa qilib o'zimni oilamni mana shu narsani shakllantirib o'zimni oilamdan boshladim. Boshqalarga ham mana shunaqa birdan ishonch bilan gapirsangiz baribir har bir odam hayiqadida. Shunaqa bo'lib qolganda hozir hayiqadida unda tushuntira olmaysizda. Bitta bir insonga bu 100% halol desangiz baribir ozgina bir qadam orqaga chekinadida, bundoq sizdan qochadi bir qadam baribir. Bu narsaga o'zi ozgina bir ma'lumot berib qo'ysangiz, chiroyli ma'lumot berib qo'ysangiz, u odam o'zi izlanishni boshlaydi-da. O'zi qiziqmasa, o'zi izlanmasa, bir gap gapirganingizni foydasi yo'q deb baribir. Men shunaqa fikrga kelganman. Mana shunaqa qilib men tushuntiraman odamlarga. O'zi bu narsani tushunib, o'zi izlanib, o'zi kirmasa buning ichiga, men hech kimni lekin majburlamayman-da bu narsada. O'zida bo'lish kerak birinchi bo'lib bu narsa. Ya'ni o'sha investitsiya kiritishdan, nafaqat investitsiya kiritishdan oldin, balki boshqa nimadir ish boshlashdan oldin ham yaxshilab o'rganib, oxirgi maqsadi, niyati nimaligini aniqlashtirib, o'zini ichida keyin qadam qo'ygani menimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi har taraflama. Shunaqa. To'g'ri. Abdurashid aka, Iman Investga birinchi kiritgan investitsiyangiz qancha bo'lgan? Hozirgi kunda qancha? Birinchi kiritgan investitsiyam 100 ming so'mdan boshlaganman. O'sha paytda boshlang'ich 100 ming bo'lardi. 100 mingdan kiritganman. Keyingisi ham 100 mingdan bo'lardi. 100 ming, keyin So'mdami, dollardan? Yo'q, so'mda. Boshlang'ich baribir kichkina summadan boshlaysiz-ku. Talab qilinayotgan summadan boshlaysiz-da baribir kelanganda. Bir oyda jamg'arganman, pul qanchadir, adashmasam 600 ming, 700 ming jamg'arganman bir oyning o'zida. Keyin uni kuzatishni boshlaganman. Foydasi qanaqa bo'ladi, buni sxemasi qanaqa ishlash kuzatganman. Shu bilan keyin kuzatganimdan keyin uni endi ozgina baribir ishlab o'rganganmiz, Excel bilamiz, formula qilib tuzganman. Misol uchun buni hozir 1 yilda o'z maqsadim nima? 10 yilda menga misol uchun kelajakda farzandlarimga uy-joy kerak bo'lishi mumkin, nimadir maqsadni, katta maqsadimni o'ylaganman-da, u menga qachon kerak bo'ladi? 10 yilda, keyin 10 yillik formula tuzganman u yerda. 10 yillik reinvestitsiya degan narsasi bor. U narsani o'rganganman. Uni formulani ichiga kirgizib, shu 10 yilda bu pulga iman bilan qanchaga erishsa bo'ladi deb hammasini hisoblab chiqib bu narsalarni. Keyin oyiga qancha pul kiritishim kerak deb pulini belgilab uni o'sha narsadan keyin ketidan yurishni boshlaganman. O'sha pulni kiritishni boshlaganman. Keyin orada bir qo'limga pul, kattaroq pul tushib qolib, bir joydan keladigan joydan kelganda, keyin shuni ikkilanmasdan turib, keyin kattaroq pul kirgizib olganman-da. Boshida kam-kamdan kirgizganman. Shu 100 mingdan kirgizganman. Asosan shu topgan pulimni, foydamni, sof foydamni birinchi boshida 5-10% kirgizardim. Keyin 10% yuqoriga o'tganman. 10% oshirib bir 20% qat'iy belgilashni boshlaganman. 15% dan 20% gacha qat'iy belgilab o'sha summani kiritaman. Endi faqat Iman Investga emas, boshqa yo'nalishlarda ham tanlab aniq qilgan joylarim bor. U yoqlarga ham yo'naltiraman-da. Asosan shu 15-20% ni ortiqcha xarajatlarimni aniq qilaman, qisqartiraman. O'sha ortmaydi demasam, 20% orttira olmaysiz demasam, qisqartirmasangiz zararmas bo'lgan xarajatlarni qisqartiraman, to'xtataman. Kerak emas. Bu oyda ko'paytirgan bo'lsam, keyingi oyda to'g'rilab qo'yaman. Обязательно to'g'rilab qo'yaman u narsani. Mana shu odat, o'zimda shu narsa odat shakllantirdim-da. Qat'iy bo'lsa ham, Iman Investga bo'lmasa ham,
shu 20%ni investitsiya qilaman baribir. Shu narsani o'zimda o'zlashtirib, o'zimda ko'nikma qildim. Shu mashina yo'lda hozir ketyapman. Hozir mana shu yilni boshida adashmasam $10,000 oshiqgacha yig'ildi. Keyin u anaqa yilni boshida taqdimotga bordim. Taqdimotga borganimdan keyin u yoqda shu opsionlarga, imanga o'sha angel investor bo'lishga takliflarni berishdi, shartnoma berishdi. Uni o'qib chiqdim, kuzatdim, o'rgandim. Keyin bu yoqda shirkatda turgan pulni holdingga olib o'tdim. Endi yana shirkatdagi pulni boshqatdan yig'ishni boshladim. Deyarli qolmadi shirkatda pul. O'zingiz uchun yangi yana bitta maroqligingiz qaytadi. Tavakkal qilib bu yoqqa holdingga o'tdim. Endi shirkatni boshqatdan tiklayapman. Shu kattaroq maqsadga erishganingizdan keyin, shu $10,000 oshgandan keyin u yoqda pulingiz qanaqadir yo'q bo'lib qolsa, uni tiklashga harakat qilaman. Hozir endi katta kuch bilan endi hozir shirkatga tikkan pulimni ko'paytirish bilan mashg'ulman hozir. Hozirgi kunda ko'p emas. 4 million shunaqa bor hozir. 4 millioncha jamg'ardim hozir. Juda ham zo'r. Bilmaganlar uchun ma'lumot berib o'tib ketaman. Hozir Iman Investda ikkita yo'nalish bor. Siz investitsiya kiritishingiz mumkin. Bu KT deymiz biz oddiy tilda. KT o'sha doimiy investitsiya kiritasiz. Undan sizga foyda chiqariladi har oy, oylik, kvartallik, yillik. Shu foydani yana reinvestitsiya qilib yoki o'zingizga olib, masalan, ishlatishingiz mumkin. Ikkinchisi bu equity investment, ya'ni siz Iman Holdingni sheriklaridan biri bo'lishingiz mumkin. Ya'ni minimum bitta aksiyani narxi hozir kirish narxi $5,000 atrofida edi. Siz o'sha $5,000 bilan Imanni sheriklaridan biri bo'lib, o'sha belgilangan miqdorda foizga egalik qilishingiz mumkin. Mana shu ikkita yo'nalishda hozir investitsiya ochiq. Birinchisi har doim ochiq, ikkinchisida menimcha yana bir oycha ochiq bo'ladi. Bir harakat qilib ko'rmaganlar bo'lsa, hali ma'lumot olib ko'rmaganlar bo'lsa, harakat qilsanglar bo'ladi. Mana Abdurashid akamlar yilni boshida o'sha bizda tadbir o'tkazildi, investorlar chaqirildi. O'sha tadbirda bu narsa e'lon qilindi va o'sha KTdan yokida o'zingiz erkin mablag'ingizdan bu yoqqa investitsiya qilib o'tishingizga bir imkoniyat yaratib berildi. Juda ham zo'r Abdurashid aka. Xo'p, mana shu yoqda yana bitta tabiiy savol keladi. Baribir har qanday sohada ham masalan ishlaysiz, har kunlik tashvishlar, oila tashvishlar, xarajatlar ko'p. Biz hozir investitsiya qo'limizdagi bor mablag'ni kiritishdan buyog'ini gaplashdik-da. Lekin o'sha investitsiyagacha kelib olish etapi ham bor-da. Masalan, xo'p 5 million investitsiya kiritdim deyapsiz. 5 millionni qanaqa yig'ib olish o'zi qanaqadir formulasi bormi, nima qilish kerak deydigan odamlar ham bor. Masalan, kimdirlar qiziqadi investitsiya kiritishga, passivni nima deydi, passiv daromad qilishga. Lekin o'sha passiv daromadga chiqib olishgacha ham yo'l bor. Qanaqadir nimalar qilish kerakki, bu yo'lgacha kelib olish mumkin? Shu boyaga aytganimdek, shu topayotgan daromaddan ajratish kerak-da. Boshlang'ich 5% dan ajratilinsa, keyin uni sekin ko'nikma paydo qilib 10%, 15%, 20% gacha ko'tarib buni mana shunaqa qilib jamg'armasi boshqachasiga hozir har doim mana hozir yaqinda bitta odam bilan gaplashdim. Topayotgan pulidan orttira olmayman deydi-da. Orttira olmayman dedi. So'radi o'zimga shaxsan yozdi-da, so'radi mana shunaqa qanaqa qilib men jamg'arishim mumkin, o'zi topishim kam bo'lsa dedi-da. Keyin qancha topasiz dedim. 3 million topaman dedi. Hop, 3 millionni 5%ni ajrata olmaysizmi desam, yo'q dedi. Nimaga desam, xarajatim ko'p dedi. Hop, nima xarajatingiz bor desam, hammasi ko'pi kerak emas xarajatlarda. Telefon olganman deydi, misol uchun
3 million topadigan odam menimcha qimmat telefonni nasiyaga olishi menimcha noto'g'ri bilaman. Unaqa qilish kerak emas. Shu borini ozgina jamg'arib olgungacha ozgina o'zini tiyib turish kerakda. Qimmat model telefonlardan shu anaqada maqsadlarni ozgina maqsad emas. Nima desa bo'ladi? Orzu-havas. Orzu-havaslarni ozgina sal o'zi orqaga surib turish kerak bo'ladi. Jamg'arib olgandan keyin passivniy dohodni ko'paytirib olgandan keyin sekin-sekin u orzu-havasligiga erishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar orzu-havasligi berilib ketib pulni 3 million bo'lsa, 10 million bo'lsa ham 10 million orzu-havas ketdi bilan 10 million pul bilan yetmaydi-da u. Shu boshlanish shu. Bo'lsa ketadi, bo'lmasa yetadi. Ya'ni buni tartibga solmasa baribir ketaveradi. 100 million topsangiz ham xarajatingiz 110 million bo'lib tursa, baribir siz 3 million topib 1,5 million nima deydi, ajratib o'zi uchun olib qo'yadigan insondan boy bo'lmaysiz. Ya'ni u ko'proq baribir manfaat topayotgan inson bo'ladi deb o'ylayman. Fikringizga juda ham qo'shilaman. Masalan, hozir juda ko'p o'zi oyiga 3 million daromad qiladi, lekin 5 million xarajati bor, 6 million xarajati bor. Qarzdan qarzgacha yashaydi. Yoki noto'g'ri bo'lsa ham aytaman, kreditdan kreditgacha yashaydi. Mana shunaqa taraflari bor. Buni sababi o'sha moliyaviy savodxonlikni sal oqsagani deb o'ylaymiz. Shundan. Buni ichida moliyaviy erkinlik degan joyi ham bo'ladi-da baribir. Shu orzu-havasga to moliyaviy erkinlikka yetmagungacha orzu-havasligi berilmay tursa, tezroq o'sha jamg'arma ko'payib kerakli maqsadga yetib olinadi-da. Men shunaqa pritsel qilganman. Shu moliyaviy erkin bo'lish uchun orzu-havaslarni chetga surganman hammasini. Surganman asosiylarini. O'sha bilan jamg'araman men. Shu pullarni jamg'araman, ko'paytiraman. O'shalardan. Boshqa qayerdan olishingiz mumkin? Boshqa olish mumkin bo'lgan narsalar hammasi nojoiz bo'ladi. Misol uchun o'g'rilik, aldash, firibgarlik hammasi mana shunaqada. Boshqa to'g'ri, sal qiyinroq. Mana shu yo'l bilan bo'lsa, endi to'g'ri yo'l mana shunda. Shunda Abdurashid aka 3 million topadigan odam ham investor bo'lsa bo'ladimi? Ya'ni o'zini investor deb his qilib, masalan, investitsiya kiritib, bu hayotda masalan qo'shimcha passiv daromad qilib qo'yish yo'li bor ekan, shunda to'g'rimi? Qilsa bo'ladi. Baribir endi 3 million o'zi kam, baribir. Endi o'zi moliyaviy savodxonlikni oshirsa, o'zi aql ham ishlab ketadi-da. Qatlidandir o'zi ko'proq pul topishga harakat qilib, o'zi yo'lini topib ketadi. Baribir 3 millionda qotib qolmaydi. Ko'paytiradi daromadini. 3 milliondan topayotgandan boshlab jamg'arsa bo'ladi. 5% ish bo'ladi 3 millionni. 5% 15 ming bo'ladi. 15 ming bo'ladi. 15 mingdan har safar yig'ib yig'sa bo'ladi-da. 1 milliongacha kartadami yoki 15 mingdan shu yig'ib 1 millionini boshlang'ich misol Imam Invest misolida ko'radigan bo'lsak, shu 1 millionni jamg'arib, u ham bitta tajriba bo'lib qoladi. O'sha 1 millionni yig'ish ham o'zi odam qanaqadir 1 millionni yig'ib yurmagan odam 1 millionni o'zini yig'sa ham o'ziga o'zi hayron qoladi. Motivatsiya kuchayib ketadi. O'zi ishonch paydo bo'ladi. 1 millionni yig'gan odam ham, yig'may yurgan odam 1 millionni yig'sa ham o'zida qanaqadir ishonch paydo bo'ladi. To'xta deydi, men 100 millionni ham yig'aman deydi. Chunki formula bittada. Formula bitta. Yig'sa bo'ladi. Qarzdan turib ham yig'sa bo'ladi. Qarzda bo'lib turib ham yig'sa bo'ladi. Imkonini qilgan odam, qila oladigan odam qarz holatda bo'lib turib, qarzini ham to'lab, ham jamg'arsa ham bo'ladi-da. Endi buni hammasini formulasini o'zi tuzib, kelishuvli qilib, hammasini qilsa bo'ladi. Bu odamning o'sha ichidagi xohishi, maqsadiga qat'iy turishiga bog'liq deb o'ylaymiz. Shunday. Abdurashid aka,
endi keyingi podkastimizning mehmonlaridan ham bu savolni so'rayman. Iman Invest kimlarga tavsiya berasiz va kimlarga tavsiya bermaysiz? Iman Invest o'sha bundan oldin ham anaqa video olgan edik. O'shanda ham aytganman, shu maqsadi bor odam baribir jamg'arishi kerakda. Maqsadi bor odamga taklif bera olmayman, tavsiya bera olmayman. Maqsadi bor odamga tavsiya bera olmayman. Maqsadi bo'lmasa jamg'arishi immuniteti ham bo'lmaydi-da. Maqsadingiz yo'qda, hech qanaqada, lekin jamg'arishni boshladingiz. Jamg'ara olmaysiz-da, turtki yo'qda sizda. Turtki bo'lsa jamg'arasiz, turtki bo'lmasa jamg'ara olmaysiz. Shu mana shu ikkala savolingizga mana shu yerda javob borda. Meni shaxsiy javobim. Ya'ni bu hayotda aniq bir maqsadingiz bo'lmasa, u nafaqat bu investitsiya, balki o'sha sohani olamizmi, masalan oila qurishdan maqsad, masalan har xil, masalan bir mashina olishdan maqsad nimadir ish qilishdan oldin bir maqsad qo'yiladi. O'sha maqsad bo'lmasa, u odamga tavsiya qilmaysiz Iman Investni. Moddiy maqsad hammada bo'ladi, baribir. Moddiy maqsad bo'ladi, faqat uni maqsadi borligini o'zi aniqlab olish kerakda. Maqsadi borligini, qancha vaqti borligini belgilab, kerak bo'lsa o'sha haftasiga reja qo'yish kerak, yo oylik reja qo'yish kerak. Reja bo'lish kerakda baribir. Har bir odamda baribir maqsad bo'ladi, maqsadsiz odam bo'lmasa kerak. Maqsadi bo'ladi. Hamma odam maqsadiga erishish uchun bir jamg'arish kerakda. Qatki bo'lsa ham, Iman Invest bo'lmasa ham, boshqa joy topib bo'lsa ham, joiz yo'llarini topib, baribir jamg'arish kerakda. Qatki bo'lsa ham topib, maqsadga erishib bo'lmaydi, yo'qmasam. Maqsadsiz odamni o'zi yo'q deb hisoblaymanmi? Ichida bekinib yotgan bo'ladi u maqsadda, faqat uni ko'rish kerak, ochish kerak uni. Maqsad bo'ladi, har bir odamda bo'ladi maqsad. Jonlantirish bo'limida yotgan bo'lishi mumkin. Uni ozgina nafas berib yuborish kerak, unga turtki berib uyg'otish kerak, maqsadlarni uyg'otish kerak, to'g'ri maqsadlar. Orzu havas boshqa, u maqsad boshqa. Ikkalovi farq qiladi. Ikkalovi ham baribir mablag' talab qiladi, ikkalasi ham. Ikkalovi faqat buni men bunaqa hisoblayman-da. Unda hammada, menda o'zimda shunaqa holat bo'lgan. Men qarzda bo'lganman-da. Bitta ustozimiz aytib berganlar, odamda bulut bo'ladi miyasida. Kimdir oldinga yura olmayapti-da, bulut bo'ladi. Qora bulut bo'ladi, oq bulut bo'ladi. Qora bulut bu qarz buluti, oq bulut bu nafs buluti, orzu havaslarga berilgan bulut. O'sha narsa menga qattiq, o'sha gap menga qattiq ta'sir qilgan. Shu birinchi bo'lib shu ikkita bulutni olib tashlash kerak ekan deb o'sha bilan shug'ullanganman. Shu bulutni tarqatib yuborish kerak. Shu qora bulut bilan oq bulutni olib tashlasangiz, maqsad shu xuddi osmonga o'xshab, musaffo osmonga o'xshab oydinlashib ko'rinib qoladi-da. Maqsad paydo bo'ladi. Yo'qmasam qora bulut bilan oq bulutni orasida maqsad ko'rinmaydi-da. Men shunaqa fikrlayman-da. Endi menga shunaqa o'rgatishgan. Men boshqalarga shunaqa, shuni tavsiya qilaman, shuni ayta olaman men boshqalarga ham. Juda ajoyib. Abdurashid aka, masalan, Abdurashid aka yana investitsiyani yo'llariga, ya'ni qaysi yo'llarga, qayerga investitsiya kiritsam deydigan savollar ko'p keladi bizga. Shu bo'yicha bir savol bermoqchiman. Iman Investdan boshqa muqobil yechimlar ham bor. Masalan, investitsion platformalar bor. Masalan, balki ular shar'iy taraflama to'g'ri bo'lmasligi mumkin ba'zilari, yoki ba'zilari moliyaviy taraflama unchalik sizga foyda yaxshi olib kelmasligi mumkin, lekin baribir ular bor. Aynan shu yo'llarni masalan bir aytib bera olasizmi? Nimaga u yo'llarga bormaslik kerak? Nimaga nafaqat Iman Invest, balki boshqa shu Iman Investga o'xshagan yechimlarga kelish kerak? Masalan, banklarni aytishimiz mumkin. Mashina sotib olib, masalan, pul jamg'arish mumkin, lekin juda riski baland hozirgi kunda Timur. Uchinchisi, masalan, so'mni dollarga o'girib sandig'imizda, yostig'imiz tagida yoki boshqa joyda saqlashimiz mumkin, yoki hozirgi kunda yaxshigina mablag'i bor insonlar
kvartira olib qo'yishadi, uy olib qo'yishadi va o'sha uyni narxi ko'tarilganda sotishadi. O'sha muqobil yechimlarning ichida Iman Investga qanchalik yoki shunga o'xshagan sohalarga qanchalik bir vazn bera olasiz, tavsiya qila olasiz? Bu borada bir narsa aytolmayman. Nega deganda, men o'zim hozircha faqat Iman Investga kiritib boryapman. Boshqa menda hozir bunga o'xshash versiya yo'q. Endi bor. Uni oldida Iman Invest yaxshi takliflar bilan turibdi-da. O'shaning uchun baribir qidiraman. Qidiryapman ham hozir. Boshqa yo'llarga ham qidirsa topsa bo'ladi. Joiz yo'llar, nojoiz yo'llari ko'p. Endi nojoiz yo'llari keyin uni ketidan o'zaro ishonch ustiga qilingan sherikchilik, og'zaki sherikchiliklar bor. Men u etaplardan o'tib ancha zararli qildim. Uni maslahat bera olmayman. O'zaro og'zaki kelishuv qilib turib sherikchilik qiladiganlik maslahat bermasdim uni. Endi boshqa Iman Investdan boshqa hozir O'zbekistonda men ko'rmadim yaxshi taklif berayotgan. Shuning uchun boshqa menda yo'naltirayotgan joyim yo'q. Joiz yo'nalish bo'yicha. Endi bo'lib qolar. Endi bu sohada Iman Invest katta anaqadan o'tyapti. Bu qadamlarda hammani ongida ana shu moliyaviy savodxonlikni, halollikni o'rgatib o'tyapti-da. O'zi o'sishi bilan barobar qolgan boshqa startaplar bo'ladimi, boshqa investitsion loyihalar bo'lsa, hammasida oson bo'ladi-da ularga. O'sha endi kirib kelishini kutamiz. Endi menimcha bu yilmi adashmasam Iman Invest bank bo'lishi, Iman bank bo'lishi rejalashtirilgan, ko'zda tutilgan, harakatlar shunga yo'naltirilgan adashmasam. Endi kengayishini xohlaymiz. Mana shu halol kelgan investitsiya kirgizish mumkin bo'lgan sohalarni yoki mana shu loyihalarni ko'payishini xohlaymiz. Men o'zim shaxsan xohlayman. Qani endi boshqa yo'li bo'lsa, qani kirgizardim yana. Yo'q-da. Hozir men o'zim ko'rmayapman. Balki men ko'rmayotgandirman. Bordir balkim. Lekin bekinib turibdi-da hisobi hozir. Shunaqa. Juda ham bir mazmunli javob bo'ldi Abdurashid aka. Xolisa yurtimizda shunaqa bir istiqbolli, ham odamlarga zarar tegmaydigan, faqatgina foyda olib keladigan, ham shar'an tomondan to'g'ri keladigan loyihalar ko'payishini biz ham xohlaymiz. Qanchalik bizga o'xshagan loyihalar ko'paysa, bozor kengayadi va odamlarimiz ko'proq manfaat oladi. O'zimizga ham yaxshi bo'ladi. Oxirgi savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. Kelajakdagi Iman Invest siz tasavvuringizda qanday? Kelajakda men hisoblashim bo'yicha taxminan 10 yillik reja qo'yganman. 10-12 yillik reja qo'yganman Iman Invest bilan. Faqat shu Iman Investga bog'langan. Shu 10-12 yilda jamg'armamni $1 million oshirishga harakatim bor. Endi qiyinroq bo'ladi. Maqsad shu. Biz ham $1 million bo'lsa degan maqsadimiz bor. Qani endi shu hammasi rejadagidek bo'lsa, shu maqsadlar yo'llarimiz hammasi shu to'g'ri ketsa, balkim nasib qilsa shu 10 yilda balki millioner bo'lib, yana videoga tusharmiz, videolarga chiqarmiz. Endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Meni rejam shu 10 yilda $1 million jamg'arish. 10 yilda Iman Investning o'zi bilan. Shu gapingiz meni o'zimga ham ancha bir ichimga motivatsiya berdi, chunki biz front ortidamiz. Sizlar frontdan narigi tarafdasizlar. Masalan, ikkita taraf ham juda qattiq harakat qilyapti. Ham Iman Invest, ham investorlar.
ham investor $1 million investor bo'lsin, ham Iman kompaniyasi milliard dollarlik kompaniya bo'lsinki, o'rtada yaxshi bir manfaat topaylik taraf ham. Xudo xolasa inshaalloh $1 million topgan kuningizda yana bir mehmonimiz bo'lasiz Abdurashid aka. Xudo xolasa intervyu olamiz sizdan. O'shanda yana bir muxlislar bilan, atrofdagi kuzatuvchilar bilan, potensial investorlar bilan bir sizni kuzatamiz. Qani biz ham agar o'sha paytda investitsiya qilganimizda edi Abdurashid aka maslahat berganlarida, balki biz ham millioner bo'larmidik deydigan bir afsusda ushlab qolmasliklari uchun bir mana shu suhbatimiz ham bir manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa rahmat intervyumizga tashrif buyurganingiz uchun, yo'q demaganingiz uchun Abdurashid aka. Bu suhbatimiz xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Hurmatli Iman Invest loyihasi kuzatuvchilari, bizni kuzatganinglar uchun rahmat. Yaxshi fikrlar bo'lgan bo'lsa, hech bo'lmasa bir kishiga yoki bitta fikrimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu sizning hayotingizga ta'sir qilgan bo'lsa, biz shundan xursandmiz. Keyingi sonlarimizni ham kuzatib boring. Bu sonlarimizni ham agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan bo'lishsangiz, like bossangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat Abdurashid aka, tashrif uchun. Salomat bo'ling.